Assalomu alaykum hurmatli Digital Academy Sirdaryo talabalari hamda obunachilari. Sizlar bilan bugun biz torrent dasturini to'liq o'rganib chiqamiz. Torrent dasturi o'zi nimaga kerak va u nima qilib beradi deydigan bo'lsak, aytaylik siz hajmi katta bo'lgan o'yin yoki dastur ko'chirib olmoqchisiz internet tarmog'idan. Svet o'chib qolishiga, ya'ni elektr ta'minoti o'chib qolishiga, internet tarmog'ida nosozlik bo'lishiga yokida boshqa omillar bilan kompyuteringiz yoki noutbukingiz o'chib qolishiga hech kim hech qanday kafolat bera olmaydi. Shu holatlarda kerak bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, ya'ni stabil, ya'ni bir xil tezlikda internetdan ko'chirib olishimizni va maksimal tez qilib ko'chirib olishimizni imkoniyatini yaratib beradi. Sizlar bilan biz hozir sinab ko'ramiz. Torrent dasturi har doimgidek bizning zaruriy dasturlar to'plamimizda mavjud. Mana bu torrent ustanavить o'rnatilishi yoki nima qilishi juda ham oson. Endi qanday qilib foydalanaman deysiz. Men eng oddiy dastur narsasini ko'rsatib bera olamiz. Eng oddiy nimasidir? Mana aytaylik, endi mana qo'shiqlarni ko'chirib olaylik, keling. Skачать топ 100 песни. Песни. С торрентом. Endi imloviy xatolar bo'lsa kechirasiz. Rus tilimiz u qadar yaxshi emas. Xo'p. Top 100 pesni mana o'sha bunda faqatgina bizda noto'g'ri ma'lumotlar kelib chiqyapti. Xo'p. Mana o'zi to'g'rilab berganini ko'chirib olaylik mana. Xo'p, mana imlo xatolarini o'zi to'g'rilab berdi va mana marhamat bizda turibdi. Skачать tugmasini mana o'zini ustiga 2 marta bosdik. Mana birinchi reklama. Reklamaga hech qachon sразу bosib bormanglar. Ozgina kutamiz mana X paydo bo'ldi. Xni ochdik. Bu joyiga ham o'tkazib beramiz. Nimaga? Reklamalar ko'payib ketishi mumkin. Ikkita skачать turibdi. Mana tepasida turibdi. Mana bitta va mana bu skачать. Bu ko'chirib olish noto'g'ri sanaladi. Nima uchun? Ko'chirib olayotgan paytingizda boshqa zararli dasturlarni ham birga ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Qanday qilib to'g'ri ko'chiraman siz? Shunchaki mana ustiga bir marta bosdik. Kutamiz mana sekund ketadi. Operani maslahat beryapti, ko'chirmaymiz. X. Va bizda mana yuqori ekranda paydo bo'ldi. Ochdik, загрузкani ochdik. Marhamat, qayerga ko'chirib olasan deyapti mana bu yerdan. 100 ta qo'shiq, 872 megabayt. Endi buni ko'rib chiqamiz. Qancha muddatda bu ko'chirib chiqar ekan. Mana. To'liq mana загрузкаga kirdik. Mana загрузкamiz boshlandi. To'liq ekranda olsak bo'ladi. Unda pastroqqa tushamiz. 1 soatlar ichida ko'chirib olaman debdi. Bu taxminiy muddati. Birovetda 2 mana ohistalik bilan ko'tarilib borilyapti. Va mana bu joyimizdagi qismdagi ma'lumotlar ham qisqarib boryapti. Demak, buni oxirigacha kutib sizning vaqtingizni olmaymiz. Shunchaki pauza, ya'ni 9 minut ichida ko'chirib olar ekan. Открыть papka deydigan bo'lsak, mana 54 ta qo'shiqni ko'chirib bo'ldi. Qoyil. Eshitib ham ko'ramiz. 1-2 soniyada 54 ta qo'shiqimizni ko'chirib olishdi. O'yinlarni ham bizga ma'qul bo'ladigan har qanaqa dasturlarni ham bemalol torrent dasturi orqali ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi.
u torrentdan ko'chirib bo'linadigan barcha ya'ni eng optimal, eng yaxshi dasturlar ro'yxatini, eng yaxshi o'yinlar ro'yxatini opisiyadan, ya'ni olib quyidagi havolaga o'tib bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Digital Academy sizlarni kutadi. Keyingi darslarda ko'rishgunga qadar